Qurilish sohasida yangi davr boshlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 4-iyundagi 104-sonli farmoni bilan qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda davlat xizmatlarini soddalashtirish bo'yicha muhim islohotlar belgilandi. Endilikda aholi va tadbirkorlar uchun qurilishga ruxsatnoma olish jarayonlari yanada yengillashadi. Vaqt va moliyaviy xarajatlar 2 baravargacha qisqartirilishi ko'zda tutilgan. 2026-yil 1-iyuldan boshlab muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishda yangi tartib joriy etiladi. Endi fuqarolar va tadbirkorlar uchun bir ariza, bir to'lov barcha ulanish nuqtalari tamoyili amal qiladi. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab respublika bo'yicha arxitektura va shaharsozlik talablarini berish bo'yicha yagona davlat xizmati ishga tushiriladi. Qurilish sohasida raqamlashtirish va sun'iy intellekt imkoniyatlari keng joriy etiladi. Qurilishga ruxsat berish va obyektlarni foydalanishga qabul qilish uchun berilgan arizalar sun'iy intellekt yordamida tahlil qilinadi. Shaffoflik va nazoratni kuchaytirish maqsadida ko'p kvartirali uylar, ijtimoiy soha obyektlari, mehmonxonalar, savdo va sanoat obyektlari hamda qiymati 3 milliard so'mdan ortiq bo'lgan byudjet obyektlarida video kuzatuv kameralarini o'rnatish majburiy etib belgilandi. Qurilish jarayonlarida hujjatlar aylanmasi ham to'liq raqamlashtiriladi. Bu esa inson omilini kamaytirish, ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, 50 yildan ortiq foydalanilgan ko'p kvartirali uylarda qayta rejalashtirish ishlariga cheklovlar o'rnatilib, aholi xavfsizligini ta'minlash choralari kuchaytirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mazkur farmon qurilish sohasida shaffoflik, raqamlashtirish va qulaylik sari muhim qadamdir. Zamonaviy xizmatlar, sodda tartiblar va yuqori sifat Yangi O'zbekistonda qurilish sohasining ustuvor maqsadidir.